Payg'ambarimizga, u zotning oilalari va ashabiga rahmatingni yog'dir. Iymonimni eng komil va eng yuksak darajalarga yetkaz. Ishonch va e'tiqodimni mustahkam qil. Niyatlarning eng yaxshisi mening ham niyatim, amallarning eng go'zali mening ham amalim bo'lsin. Ya Rabbim, o'z lutfu karaming ila niyatimni pok et. Allohim, iymonimni sobit va mustahkam qil. Ham qudrating bilan yomonliklarimni isloh et. Ey ulug' Rabbim, umrimni bandalik vazifam bo'lgan ishlarga sarf etishlikni nasib ayla. O'zingdan boshqalarga yolvoradigan qilma meni. Mendan rahmatingni darig' tutma. Meni mol-mulk, obro', martaba va dunyoga hirs qo'yishdan asra. Shon sharaf, kibr va g'urur orqasidan yuguradigan qilma. Ibodatlarimni xolis va to'kis ado etishga o'zing madad ber. Qo'llarimni insonlarga saxovatli qil. Xulqimni Qur'on ila ziynatla, nafsimni yaxshi ko'rish va maqtanishdan saqla. Allohim, payg'ambarimizga, u zotning ahllariga va sahobalariga rahmatingni yog'dir. Menga insonlar orasida nafsimga loyiq mavqe ber. Nafsimni yo'ldan ozdiradigan obro' va izzatni berma. Ey adli ilohiy Rabbim, adolatingning keng dasturxonida meni ham solihlik libosi ila yasantir. Menga g'azabini yenga oladigan, fitna va adovat otashini o'chiradigan, insonlar orasini isloh qiladigan, ularni birlashtiradigan, mo'minlarning ayblarini berkitib, yaxshiliklarini vasf etadigan, yumshoq muomalali, ochiq ko'ngilli, muloyim, go'zal xulqli, viqorli va shijoatli, doimo fazilatga intiladigan, ne'matlarga shukr qiladigan, loyiq bo'lmaganlarga ham yaxshilik qila oladigan, qanchalik qiyin bo'lsa ham haqni gapiradigan, islom uchun talabchan, xayr va yaxshilikni ko'paytiradigan, yomonlikni yo'qotishga harakat qiladigan va boshqa butun yaxshi xislatlarga ega bo'lgan bandalaring bilan birga qilg'il va ular kabi bo'lishni nasib et menga. Ya Rabbim, meni zarurat onida do'stlaringga yordamga yuguradigan qil. Chetdan tomoshabin bo'lib turadigan qilma. Chorasiz vaqtimda sendan boshqasidan yordam so'raydigan, yo'qsil holatimda sendan boshqasiga tilanadigan, qo'rqqan paytimda sendan boshqasidan qo'rqadigan qilmagin. Faqat sening huzuringdagina xor, zalil va haqir bo'lishni nasib et. Ey Rabbim, sening fazl va karamingdan umidvorman. Sening mag'firatingga loyiq bir amal sohibi bo'lishni nasib ayla. O'zimni hisob kitob qilib ko'rsam, sening ehson va fazlingdan boshqa umid va sarmoyam yo'q ekan. Mendan fazl va ehsoningni darig' tutma. Allohim, meni hidoyatga yetaklaydigan aql va taqvo ber. Axloq va muomalamni go'zal ayla. O'zing yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan narsalarga bizni oshno et. Sirot-i mustaqimda yurishlikni nasib qil. Sening so'zing dunyoda oliy bo'lishi va sening roziligingni qozonish yo'lida shahid bo'lishni tadbir et, ey Parvardigor. Rabbingizga yolvorib, ko'ngildan duo qiling. Albatta u haddidan oshganlarni sevmas. Islohidan keyin yer yuzida fasod, buzg'unchilik chiqarmang
unga qo'rquv va umid bilan duo qiling. Albatta Allohning rahmati yaxshilik qiladiganlarga juda yaqindir.